Endi suralarga ko'pchilikni tili qatib qolgan. Endi sura o'rganar ekanman deb vaqt kutib yurmaydi. Bu qaydan chiqqanki suralarni mukammal o'qimasang namozing qabul bo'lmaydi deb kim aytayapti? Olim, qori, madrasada o'qigan, ustoz ko'rgan, endi sekin-sekin o'rganaveradi-yu, lekin bu tili qatib zo'rg'a bu bahona bo'lmaydi va bunday qilib namozdan hech kimning haqqi yo'q qaytarishga. Allohim ikkita farishtani qo'yib qo'ygan. Tili qatib avom bo'lib qolganlar ibodat qilganda zerini pichini zivar qilib yorsa ham ular to'g'rilab turaverar ekan. Oyat hech qachon buzilmaydi, hech kim buzolmaydi uni. Farishtalarni Alloh kiroman kotibini shularni to'g'rilab turishga qo'yib qo'ygan.